Bismillahirrohmanirrohim. Uyquning qancha turi bor, bilasizmi azizlar? Birinchisi sunnat uyqu. Oftob ko'tarilib, to peshin namozigacha bo'ladigan oraliqdagi bu uyqu qaylula deyiladi. U aqlni ko'paytiradi. Ikkinchisi bid'at uyqu. Peshin namozi vaqtidagi uyquga aytiladi. Uchinchisi telbalikka sabab bo'ladigan uyqu. Odatda asr namozidan keyingi uyqu deyiladi. Bo'sha vaqtda uxlagan odamda parishonxotirlik, har xil bir devonalik kabi hislatlar paydo bo'lish ehtimoli bor. To'rtinchisi uqubatga sabab bo'ladigan uyqu. Kishi xufton namozini o'qimasdan uxlasa, bu dunyoda ham, oxiratda ham azob uqubatda qoladi. Beshinchisi odatiy uyqu. Xufton namozidan keyingi odatiy uyqu. Oltinchisi nadomatga sabab bo'ladigan uyqu. Tong otgan vaqtda uxlash, shuningdek ilmiy majlis bo'layotgan vaqtida uxlash ham nadomatga sabab bo'ladi. Yettinchisi g'aflat uyqu. Tong otayotganida uxlab yotish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qizlari Fotimaga radhiyallohu anha onamizga tongda uxlab yotmagin, chunki bu vaqtda 3 narsa: yaxshilik, odob va baraka taqsimlanadi dedilar. Kim tong otayotganida uxlab yotsa, shu 3 narsadan quruq qoladi. 8-chi faqirlikka sabab bo'ladigan uyqu. Bomdoddan keyin kun chiqquncha uxlab yotish kambag'allikka, devonalikka, qarzdorlikka sabab bo'ladi deydilar. 9-chi uyqu. G'aromat, ya'ni ziyon uyqu. Kishining ibodatdan so'ng duoda, sanoda, salovatda, qiroatda ko'zi ketib qolsa, g'aromat uyqu sanaladi. 10-chisi rohat uyqu. Kasal va go'daklarning uyqusiga aytiladi. Ular qancha ko'p uxlasa, foyda va rohat olishadi. 11-chi ibodat uyqu. Olimlar, obidlar, ro'zadorlarning uyqusi. Kishi xufton namozidan so'ng tahoratli uxlasa, farishtalar himoyasida bo'ladi. Va 12-chi uyqu karomat uyqu. Tunda namoz o'qib turib, charchab, sajdada uxlab qolish uyqusi. Ushbu ma'lumotlar Mas'ud ibn Mahmud ibn Yusuf as-Samarqandi rahmatullohi alayhining Solati ma'sudi kitoblaridan olindi.